Ba'zilarning ishi dardi mana shu dunyo. Haddan tashqari uyini ziynatlash bilan ovora yoki tozalik bilan ovora ba'zilar. Har kuni yuvadi, hatto tozalab, ba'zilar uylarni tomlarigacha yuvdiradiganlar bor. Bezaklar qo'yib, devorga sarflaydi topgan pulini. Bu yoqda ibodatlar qolib ketgan, ilm qolib ketgan, lekin tozalik bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Ba'zilar shu solingan poloslarni, gilomlarni tagini qarab ayib topadi. Shuni tozala deydi. Ozroq chang ko'rib qolsa bo'ldi, tozalash kerak, yuvish kerak, butun uyini remont qilish kerak. Shundan keyin janjallar kelib chiqib, bunday odamlar bilan bir yashash ham qiyin o'zi. Aralashib yashash juda qiyin narsa. To'g'ri, tozalikka e'tibor berish kerak, ozoda bo'lish kerak, lekin hamma narsa o'rtacha bo'lish kerak. Butun g'ami shu bo'lish haqida hozir aytilyapti. Kir qilib kiyib yurish kerak bir kiyimni, iflos holatda o'tirish kerak degan narsa emas. Bu narsani aqlli odam tushunmaydi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, hamma narsada o'rtacha me'yor bo'lish kerak. Ishi dardi shu bilan bo'lib qolmaslik kerak. Hayot shu bilan o'tib ketyapti, mana qancha odamlarning hayotlari, vaqtlari shu bilan o'tib ketyapti. Alloh taolo bir insonga ikkita qalb bermagan. Shu bilan mashg'ul bo'ldingizmi, oxiratdan chalg'iysiz. Aniq narsa bu. Hamma narsani shu dunyoda joy-joyiga qo'yib qo'yaman deb harakat qiling, oxiratdagi narsalarda hisobiga qilasiz shuni. O'sha ketgan vaqtlarga Qur'on o'qisa bo'lamidi? Ilm o'qisa bo'lamidi? Agar odam Qur'onga bog'lansa, uni ichidagi ilmlarni agar bilganda edi, tafsirlarni, vaqtlarni qizg'onib qo'ygan bo'lardi. Hatto salaflar ovqat yeyishga ketadigan vaqtini qizg'ongan. Ovqat chaynashga qizg'angan vaqtini. Eng yomon ko'rgan narsam shu ovqat yeyish degan. Bizichi eng yaxshi ko'rgan narsamiz ovqat yeyish. Ularda eng yomon ko'rgani nima uchun? Chunki vaqt ketadi degan. Ular yeyish uchun yashamagan. Bizda qo'pol qilib aytganda shu yeyish uchun yashaladigan bo'lib qoldi-da. Yeyish uchun emas, hatto maqtanish uchun yashaladigan bo'lib qoldi hayotda. Shuning uchun ham mana maqsad, g'oyalar, qorinlar bilan farjlar u yog'iga o'tmaydi odamlar. Maqsading nima deb so'rab ko'ring. Hozirgi mana yoshlardan yaxshi ishli bo'lsam, yaxshi pul topsam, hech kimdan kam bo'lmasam, oila qursam, yaxshi uy sog'sam, mashina olsam, uvali-juvali bo'lsam. Keyinchi bo'ldimi shumi? To'g'ri, yaxshi uy solsa, sharoiti qolsa yaxshi, lekin shu faqat shu bo'lish kerakmi? Katta-katta bir g'oyalar yo'qmi? Yo'q. Nima uchun? Chunki oxiratdan g'ofil, dunyo bilan shu mashg'ul bo'lgan, oxiratni evaziga mashg'ul bo'lgan. Dunyoni obod qilgan, oxiratni evaziga. Solih amallarni, toat ibodatlarni evaziga. Faqat shu yeyish, ichish, shahvat shu bilan o'tyapti mana hayot. Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh aytganlarki, ko'p ovqat yemanglar degan. Shunda odam sog'lom bo'ladi, zehni o'tkir bo'ladi, shijoatli bo'ladi, qo'rqmas bo'ladi degan. Ko'p ovqat yegan odam qo'rqoq bo'lib qoladi degan. Qarang, subhanalloh, ko'p ovqat yegan odam qornini o'ylab qoladi-da, shundan ajralib qolmasam deydi, har qanday xorlikka rozi bo'lib ketaveradi keyin. Ibodatlarni ham tark qilib ketaveradi. Ko'p imkoniyatlarni qo'ldan boy beradi. Hatto boshqalarga qullik qilishga rozi bo'lib qoladi. Ovqatni deb turib, qorinni deb turib. Uni ortidan endi u davolanishni ayting, doktor, apteka, dori yurishni ayting. Bunaqa ko'p ovqatlangan odamni kallasidan endi qanaqa fikr chiqsin, endi qanaqa maqsad, g'oyalar chiqsin. Hozir mana ovqatlanish uchun hamma ovora. Bir u yoqqa ketgan, bir bu yoqqa chopgan. Oshxona gaplash, falon narsani zakaz qil. Yoki oshna-og'aynilar o'zlari to'planib ovqat qilamiz deydi. Unga bir hafta reja tayyorgarlik bo'ladi, maslahat bo'ladi. Nechta odam keladi, qanchadan to'planadi, vaqt ketgan, bunga qancha odam halak, ovora. Keyin u tayyor bo'lgandan keyin suratga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylab, hammaga jo'natib, mana falon joyda ovqat yeyapmiz. Ya'ni bizni subhanalloh hayotimiz mana shu bilan o'tib ketyapti. Undan keyin soatlab gaplashib o'tirishni ayting endi ovqat yeb olib. Shundan iborat, hayot shundan iborat. 7-8 soat ketadi bitta ovqatlanish shu 7-8 soat. Shu vaqtning ichida bir marta Qur'onni xatm qilsa bo'ladi. Keyin shular aytadi yana, ilm o'qigan vaqt yo'qda, Qur'onga vaqt yo'q deb. 7-8 soat ovqat yegan odamning gapi bu. Salaflar yo'l-yo'lakay yeb ketgan ovqat. Yo'l-yo'lakay. Odam bir kosa ovqat yesa, bitta bir piyola suv ichsa bo'ldi, qorni to'yadi-da endi. Allohul musta'an. Mana bu tolibiy ilmlarda bo'lib ham qanchalik zohidlik sifati kerakligini mana tushunib yetamiz. Faqat tolib ilm, balki hamma musulmonlarda bu narsa bo'lishi kerak.